Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar, o'rganuvchilar. Demak, bugun siz bilan birgalikda qanday qilib o'sha sizga kanalda tashlagan multfilm yoki har qanaqangi o'sha personajni gapirtirishni o'sha qanday qilganimizni ko'rsatib o'tamiz. Bizdan kanalda so'rashgan edi bu narsani. Xo'p, buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar, birinchi kerak bo'ladigan albatta bizga ChatGPT kerak bo'ladi va ikkinchi o'rinda esa bizga demak Grok sayti kerak bo'ladi. Buni o'sha videoni ostida albatta qoldiramiz. Xo'p, Grok deb yozamiz va o'sha grok.com deb yozsangiz ham demak Google da chiqib keladi. Xo'p. Demak, ikkalasidan ham siz ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyingina sizga demak o'sha foydalanishga ruxsat olishingiz mumkin bo'ladi yoki agar shunchaki ro'yxatdan o'tmasdan turib ham qilsangiz bo'ladimi desa bo'ladi, lekin ma'lumotingiz saqlab qolinmaydi va bu keyingi qilayotgan vaqtingizda yana qayta yozishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, bundan ro'yxatdan o'tib qolishimiz kerak bo'lar ekan. Grokda o'zi kamida o'rtacha 20-30 tacha videoni tekinga qilsangiz bo'ladi. Biz buning uchun o'sha tmail.ru degan sayt bor. Ko'pchilik bilsa ham kerak. Mana shu saytga murojaat qilamiz. O'zimizning elektron pochtani ishlatmasligimiz uchun. Xo'p, endi tmailga bosdik va mana shu demak kodni bosishimiz kerak bo'ladi. Bitta kopiya qilib olamiz. Qilib olganimizdan keyin kutib turamiz ozgincha. Xo'p, ochib olish kerak. Demak, your inbox is empty degan joy bor ekan. Ya'ni mana shu joyga sizga kod kelishligi kerak. Ya'ni saytda o'sha ro'yxatdan o'tkazish uchun mana shu elektron pochtani yuborganingizdan keyin. Va bu ishlab turguncha biz ro'yxatdan o'tishni davom ettiramiz. Registratsiyani bosamiz va bosganimizdan keyin hop bizda internetda sal muammo bo'lib shekilli. Yana qayta yangilab yuboramiz. Internet tezligi fast.com tekshirib olamiz. Hop. Demak, internet tezligi sal bizda sekin ishlayapti ekan, shuning uchun e'tibor bermasligini umidamiz. Xo'p, demak, mana shuni olamiz, kopiya qilib oldik va undan keyingi holatda demak login with email qilishimiz kerak bo'ladi. Yoki Google elektron pochtangiz orqali ham ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Xo'p, email yozamiz, next bosamiz. Xo'p, bosganimizdan keyin o'sha password xohlagan o'sha istagingizdagi shu kodni ham qo'yib olsangiz bo'ladi yoki men o'zimga mos parolni yarataman bu joyda. Xo'p. Parolni demak xohlagancha 6 talik yoki 7 talik qilib turib qo'yishingiz mumkin bo'laveradi. Har xil belgi aralash bo'lishi kerak. Login qilib olamiz. Bizda o'tkazmayapti. Tekshirish holati bor. Sizni, ya'ni bot emasligingizni tekshirish maqsadida mana shuni beryapti. Подтвердить qilamiz, tekshirishini kutamiz va uspешно bo'ldi va loginni bosib turib kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Wrong email address or password deyapti. Misol uchun mana shu holatda kod yaratib ko'raylik.
Bunaqa email bilan menimcha topilmadi degan holat bo'lyapti shekilli. Xo'p, yana saytga qaytamiz bo'lmasam. Login is with Google qilyapti. Google ni so'rayapti. Другой аккаунт. Hop. Orqaga qaytib turaveramiz yana. Registratsiya qilaylik. Menimcha YT qilganimiz uchun kirmayapti. Hop. Yana sign up with email. Yana mana shuni tanlaymiz. Sign up. Bizga mana kod ketdi. Voy, nimadir holat bo'ldi shekilli. Hop. Endi mana bizga kod kelgan, o'shani bosamiz. Bosgandan keyin bizga demak email keladi. Mana K1 G ana shu holatdagi kod ekan. Mana bu joyga Ctrl V qilamiz va bizga shu ro'yxatdan o'tkazish uchun shu holatni beryapti. First name, last name kirishimiz kerak bo'ladi. Hop. Misol uchun Salmon Khan deb turib yozishingiz mumkin. Xohlagan ism familiya farqi yo'q, bosaverasiz. Pasportni ham o'zingizga moslab turib yozishingiz mumkin deb qo'ydik. Hop, complete sign up qilamiz va shu bilan biz Grokdan ro'yxatdan o'tib olamiz. Hop, buni o'tib olganimizdan keyingi qilishimiz kerak bo'lgan ish, hop, bizda vaqtni ko'ramiz. 6 daqiqa bo'libdi. Demak, bizda image degan bo'lim bor va mana shu bo'limga birinchi biz rasm yarata olishimiz kerak bo'ladi. ChatGPTga aytamiz. Xo'p, bu shart emas hozircha. Demak, men 3D multfilm yaratmoqchiman, misol uchun. Va bu o'zbek personaji tomonidan bo'lish kerak degan holatda yozamiz. Ya'ni buyruqni siz to'liq qanchalik yaxshi beradigan bo'lsangiz, shunga yarasha prompt beradi va shu holatda siz o'sha multfilmni yasashingiz mumkin bo'ladi. Hop, multfilm yaratmoqchimiz. O'sha o'zbek personaji tomonidan bo'lish kerak. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish, demak, o'zbek o'sha personaj uchun deylik 6 yoshli bola bo'lsin, misol, va shunga shu bola uchun menga tak Grok uchun deymiz. Prompt yozib ber degan holatda qo'yamiz. Hop, endi ikkinchisi bizga kerak bo'ladigani, hop, endi o'rtacha 1,5-2 daqiqalik bo'ladi. O'shani hisobga olgan holatda biz hozir qisqacha sizga qanday qilinishligini ko'rsatishimiz uchun tak 16 sekund yoki 24 sekundga moslasak bo'ladi. 24 sekund deylik. 24 sekundlik kichik bitta hikoyani yozib berishim kerak va buni o'rtacha shu 8 sekundlikka bo'lib olganimiz yaxshi. Bo'lib turib har bittasini alohida yozib berishing kerak deymiz. Xo'p. Mana shu holatda hozircha promptni buyrug'ini beramiz. Demak, mana AI image uchun bizga o'sha promptni beryapti. Biz xuddi shu narsani kopiya qilib turib olamiz, copy paste. Grok o'tamiz, image bo'limiga o'tib turib, mana shu напиши, чтобы вообразить degan joy bor ekan. Mana shu joyga demak tashlaymiz va rasm generate qilishini ozroq kutishimiz kerak bo'ladi. Hop. Bizga demak mana shu 6 yoshli bolani multfilmini
rasmini berdi. Bunda o'zingizga yoqqan bitta rasmni olasiz. Hop, deylik, qaysi rasm bo'lsin? Chiroyliroq, ko'zga tortadigan rasm bo'lsa, demak, mana shu rasmni olaylik misol uchun. Farqi yo'q. Sidlab o'sha video holatida turibdi. Xohlasangiz buni videolarini o'sha normal yoki o'ziga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Bu joy umuman deyarli shart emas. Bizga endi ikkinchi prompt kerak bo'ladi. Birinchi qism mana o'sha Jasur shu holatda, ikkinchisi shu deb turib bergan va endi promptlarni alohida qilib yozib ber deymiz. Xohlasangiz mana xuddi mana shuni belgilab turib sprosit ChatGPT qo'ya olasizda. Har bittasi uchun menga prompt yozib ber degan holatda beramiz. Xo'p, natijani kutamiz endi. Ketdik, mana sehr boshlanishi deyapti. Xo'p, 6 yoshli o'zbek hovlida o'ynayapti. Boshidagi do'ppini to'g'rilaydi. Birdan do'ppi sekin porlab yosh Jasur hayron bo'lib o'tirgan. Xayr, quyosh o'zbek hovlisi nimadir. Ana shu holatda bo'lib qisqasi olganda farqi yo'q. Hozirchalikka birinchi promptni ko'chiramiz va tashlaymiz. Ketdik. Bosamiz va bizda показать narsalar kerak emas. Yaratishni boshladi, demak kutamiz. Keyin CapCutni ham ochib qo'ygan bo'lishingiz kerak va biz buni ham ochib olamiz. Hop, CapCut. Hop. Demak, biz mana o'sha CapCutni oldik. Kompyuteringizga o'rnatilgan bo'lishi kerak. Xohlagan o'sha Google'ingizga yozib turib, CapCut. Hop, telefon versiyasi uchun ham Telegram kanallardan topsangiz bo'ladi. CapCut Windows skachat desangiz ham chiqib kelishligi kerak. Desktop deysizmi, farqi yo'q. Mana shu holatda yuklab olsangiz bo'ladi. Hop, endi keyin qilishimiz kerak bo'lgan ish, biz ochib oldik. Sozdать проект qilamiz. Siz bilan birgalikda bugun bitta kichik multfilmni yaratishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu hozircha tursin shu holatda. Demak, birinchisini ko'radigan bo'lsak, mana peshonasi yorqirayapti. Buni shu holatda qoldiramiz va bu joydagi promptni o'chiramiz. Endi ikkinchi promptni yana biz berishimiz kerak bo'ladi. Xuddi mana shu holatda beramiz. Bitta bosamiz, kutib turamiz shuni. Hop. Demak, ikkinchi video ham bizda tayyor. Hello, Jasur. Mana. Hello, Jasur. Hozir bizda o'zbekcha gapirmadi, chunki o'zbekcha gapirtirish holati bo'yicha hech qanaqa narsa aytmadik. O'shuning uchun bizga shunchaki 24 sekundlik videoni ber va o'shani biz ko'rsatishimiz kerak degan narsani berdik. Xohlasangiz, mana shu promptni qaysidir joyda bola shunaqa gapirsin deb turib ham aytsangiz, shu bo'yicha demak promptda yozib beradi. Shuni tayyor berasiz. Gapirgan holatini o'zbekcha holatda ham gapirishligi mumkin. Bizga uchinchi promptni ham olamiz, qo'yamiz. Demak, oldik. Ctrl va Enter. Bosdik. Uchinchi videomiz ham tayyor bo'lishini kutamiz.
Shu bilan bizda multfilm tayyor. Demak, xuddi shu holatda qolgan rasmlarni ham xuddi shunaqa prompt berish orqali xohlagan rasmingizni gapirtirsangiz bo'ladi. Aytganimdek, bitta elektron pochta orqali kamida 20-30 tacha video qila olasiz. Bu tekinga albatta. Hop. Hozircha mana shu, demak, shunda videoni biz yuklab olishimiz kerak. Mana skachat bo'limi bor. Hop, bitta bosamiz. Ketdi yuklashga. Ikkinchisiga ham o'tamiz. Va uchinchisiga o'tib turib yana buni yuklash qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, uchalasini ham yuklab olganingizdan keyin bu borib turib shu Etude kompyuterda загрузка bo'limiga tushadi. Mana shu joyda birinchi, ikkinchi video deb turib nomlab olsangiz bo'ladi. Demak, multfilm deymiz. 01 degan holatda qo'ysak. Hop, davom ettirsak bo'ladi. Demak, multfilm 01 deb nomladik va ikkinchisini multfilm 02 va multfilm 03 qilsak bo'ladi. Va mana shu holatda uchalasini ham qilib olishingiz kerak bo'ladi va biz buni Ctrl X qilib turib bitta papkaga olamiz. Sun'iy intellektda qilingan videolar degan papkamiz bor. Mana shu joyga Ctrl Shift N qilishimiz kerak bo'ladi va nomini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Biz kanal uchun deb turaveramiz. Mana shu joyga Ctrl V qilamiz. Demak, bizda videomiz tayyor. Endi keyingi qilishimiz kerak bo'lgan ish esa, demak, import bo'limini bosamiz va o'sha papkaga boramiz. Sun'iy intellektda kanal uchun degan joyimizga va mana shuni hammasini Ctrl A ni bosib turib belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Belgilab olganimizdan keyin mana bu joyga tashlab olamiz. Multfilm 01 yoki uchalasini ham birdaniga tashlab olsak bo'ladi. Hop, o'rin almashib qolibdi. Buni almashtirib qo'ysak bo'ladi. Va shu bilan bizda multfilmimiz tayyor desak ham bo'ladi. Mana bu turish kerak ekan. Mana oxirida yozuv chiqqan. Bo'ldi. Shu bilan bizda tayyor. Mana bu sostenение degan joyini 16:9 da qo'ying xohlasangiz. Xohlasangiz buni 9:16 formatda qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi siz nimaga moslamoqchi bo'lsangiz, shunga qarab turib moslab olishingiz mumkin. Tepada eksportni bosamiz va bizda video tayyor. 28 MB bo'libdi atiga. Mana shuni biz yuklab olishimiz kerak bo'lib, bitta faylni tanlaymiz. Yana o'sha faylga boramiz. Demak, sun'iy intellekt deymiz. Hop. Kanal uchun degan papkani ko'rsatib qo'yamiz. Nomiga esa kanal uchun maxsus deb turib yuborib qo'yamiz. Eksportni bosamiz va bizda videoni tayyorlab beradi. Va tayyor bo'lgan videoni ko'rishingiz mumkin. Atmay turib chiqib ketsangiz bo'ladi. Biz chiqamiz va o'sha papkaga borib turib kanal uchun degan joyga boramiz va tayyorlangan videoni ko'rishingiz mumkin. Hello, Jasur. Demak, ko'rib turganingizdek bizda multfilm tayyorlash bilan o'z nihoyasiga yetdi deb o'ylayman. O'ylaymizki sizga tushunarli bo'ldi. Mana shu holatda o'zingizga kerakli bo'lgan o'sha personajni xohlaganingiz qorbobo bo'ladimi, maymun bo'ladimi, xohlaganingizni mana shu prompt yozish orqali gapirtirishingiz mumkin. Demak, hozircha bizda shular edi. Rahmat, salomat bo'ling.